Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan mini vlog olamiz. Mini vlogimiz bosh qahramoni sushilka apparatimiz. Xo'p, sushilka apparatimizni xonalari keladigan bo'lsak, xo'p, bu sushilka apparatimiz 220 volt ishlaydi. Xo'p, 204 kilovat rasxodi bor. Xo'p, bunimiz 3 qavat bo'lib, xo'p, birinchi qavat top, mid va bottom qavatlari bo'ladi. Har bir qavatini alohida boshqarsa bo'ladi. Xo'p, birinchi qavatimizga keladigan bo'lsak, o'zini 12 ta setkasi bo'ladi. Setkasini ham ko'rsalar ham bo'ladi. Mana to'rtburchak shaklda. Bunga har xil o'zlaringni xohlagan mahsulotlaringga qarab qo'yib, nima bo'ladi? Qurutsalaring bo'ladi, yo mevani, yo birorta go'sht mahsulotlarini ham bemalol qurutsalaring bo'ladi. Agar osib bergan kolbasa mahsulotlari bo'lsa, hamma narsalarni olib osib qo'ysalaring ham bo'ladi. O'sha joylari bo'ladi, osib bergan narsalari bo'ladi. Har bir qavatlarni ko'rsam mumkin. Ya'ni har bir qavat bir xil, boshqaruvi har xil. Hammasini bitada boshqarsalaring ham bo'ladi. Xo'p, keyin agar bunga birorta masalan go'sht dilemantalaring, go'shtga biror ta'm berish kerak bo'lsa, buni orqasida o'zini katta yutitkalari bo'ladi. Ba'zan bir narsa tutatib qo'ysalaring, o'zi baqa tortib olib, metdan dalisi o'qi asistda turgan narsalarga dimini beraveradi. U dimini qayerdan chiqarib yuborsalaring, o'zini metta joylari bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu yerdan o'zi dimi chiqib ketaveradi. Sizlar mahsulotlaringga o'zi tutunib borib ta'm beraveradi chiroyli qilib. Xo'p, bunga necha kilo sig'adi, qancha sig'adi degan obunachilarimizga masalan, mana shu listga bir 30 ga 30, 50, 40 ga 40 bo'lsa kerak razmeri. Shunga nechta sig'sa, o'shunga qarab ko'paytiraverasizlar. Bu listimizdan 36 qavat. O'sha nechta sig'sa, shuni ko'paytirsalaring necha kilo bo'lishi aniq bo'ladi. Xo'p, bunimiz materiallar keladigan bo'lsa, nержавеющий stal bo'ladi, zanglamaydigan. Buni hamma yo'g'ini netdan o'zi upravleniyasi bo'ladi, o'sha gradusini, xo'p, qanot haroratda bo'lishini o'zlaring kontrol qilsalaring bo'ladi hamma yo'g'ini. Baland past qilasiz, netdan top birinchi qavat, mid ikkinchi qavati bo'ladi. Xo'p, bottom bo'lsa 3-chi anaqa qavat bo'ladi, eng pastki. Xo'p, katta temperaturasi bunda, soatini ko'rasizlar, gradusi, o'shunga qarab boshqaraverasizlar. Xo'p, bular narxini oxirida yozib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa qilsalaring, oyog'ini chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu chiqqan raqamlarga telefon qilaverasizlar.